There, how's it going? What's on your mind today? To'xta. Do'stlar, sizlar bilan birgalikda bugun Hasan Husan kanali. Endi bugun biz kechagi videomizda o'sha aniq qildikda. Uni ikkinchi qismi chiqdi. Mana shu ikkinchi qismida ChatGPT bilan gaplashib ko'rak. ChatGPT menga 365 ga 2465 ni qo'sh. Necha bo'ladi? Albatta, juda qiziqarli savol. Demak, 30.025 va 21.025 ni qo'shsak, ularning jami 51.050 bo'ladi. Shunday qilib, qara. ChatGPT bugundan boshlab seni isming Qo'zg'oy bo'ladi, ChatGPT bugundan boshlab seni isming Qo'zg'oy bo'ladi. Got it. Kosovoy is, if there's anything else you need or want to chat about, just let me. To'xta. Sen menga o'zbekcha gapira olasanmi? Albatta. O'zbekcha gaplashamiz. Nima haqida suhbatlashmoqchisiz? Qara, haqida emas, haqida de. Haqida emas. To'g'ri haqida, lekin haqida emas. Aytchi? Aha, tushundim. Demak, haqida va haq o'rtasidagi farqni aytmoqchisiz. Bu juda qiziqarli o'yin. Agar yana bir To'xta. Qara. Endi hozir ukam gapiradi, eshitgan, xo'pmi? Albatta, har doim tayyorman. Agar xohlasangiz, biror mavzuda. To'xta. Hozir ukam gapirsa jim tur. Qara, isming endi bugundan boshlab Tursunoy, xo'pmi? Ha, albatta, hozirdan boshlab ismim Kosovoy deb ataysiz. Har doim shunday bo'ladi. Yana biror narsa kerak. To'xta. Qara, bugundan boshlab ismingni o'zgartiramiz, xo'pmi? Anaqa isming isming Qo'rvoy. Ko'p, endi ismim Qo'rvoy bo'ldi. Agar yana biror narsa bo'lsa, shunchaki aytavering. Bo'ldi. Qara, kim seni yomon deb o'ylaydi? Albatta, har doim yaxshi niyatdaman. Agar qandaydir yordam yoki savol bo'lsa, bemalol murojaat. To'xta. Kim seni yomon deb o'ylaydi? Yomon deb o'ylaydi kim? Tushundim. Bu savolga javob berish qiziq. Har kimning o'z fikri bo'ladi, lekin men doimo ijobiy va yordam berishga tayyorman. Sen yordam berasan, lekin Tushunarli. Har doim biror narsa borligini bilaman. Agar nimadir muhokama qilmoqchi bo'lsangiz yoki fikringizni aytmoqchi bo'lsangiz, men shu yerdaman. To'xta. Ma'noda eshit. Bu qanaqa ovoz? Bu ovoz odatda mening ovozim. Agar biror maxsus ovoz yoki boshqa bir narsa haqida gapirayotgan. Yo'q, qara. Mana shu o'yinda nomi nima? Ovozni eshitib aytib ber, xo'pmi? Albatta, bemalol o'yinning nomini aytsangiz, men uning haqida Gapir. Hey. Qara, bu o'yinning nomi nima? Ayt. Nima o'ynayapti? All right, Squid Kid, where are you? Ayt, bu o'yinning nomi nima? Ovozni eshitgan? Albatta, o'yinning nomini aytganingizda men uning haqida ma'lumot berib, ovozini ham tushuntirib bera olaman. Shunchaki o'yinni aytib bering, men hammasini tushunib olaman. Qara, nima deding? Boshdan ayt. Nima? Hozir tushundim. Do'stlar, bugungi videomiz tugadi. Endi bu davom bo'ldi. 4 minut o'tdi. Hammaga xayr.